Eshitdingmi bolam? Sening oting Manqurtmas. Sening oting Jo'lamon. Naymanlarning yaylovga ko'chib borayotganimizda yo'lda tug'ilgansan. Shuning uchun ham otingni Jo'lamon qo'yganmiz. Eslaysanmi bolam? Yoshligingda senga allalar aytib berardim. Sen esa uni mazza qilib eshitarding. Bu yerga kelganingdan beri nimalar bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Kim bilan gaplashging keladi? Oy bilan. U yerda kimdir bor, lekin bir-birimizni tushunmaymiz. Har kecha suhbat quramiz. Yana nimalar istaging keladi? Xo'jayinimnikidek kokillarim bo'lishini xohlayman. Tulubin kelib iskagan, o'tasi o'lgan moyaman. Alla yo, alla. Uxla ko'zim, ko'zmunchog'im. Alla yo, alla. Ko'zim nuri, nur jahonimey. Alla yo, alla. Bevaqt ado bo'lgan arslonimey. Alla yo, alla. Aylonayin oydinimey. Alla yo, alla. Chal qo'yaylik. To'g'risi berilib ketganimizdan qachon tugaganini ham. Charosni Haqiqiy qoyil, Charosga ham bir qarsak chalib qo'yaylik. Chalib qo'yaylik. Xo'p, Jo'lamon obrazidagi yigitimiz ismlari Azizbekka ham. Qoyil, chamayib yig'lavordilar. Men yig'lavordim. Ona bo'lgani uchunmi bilmadim. Haqiqiy rolga kirib ketdilar. Xuddi bir sahna ko'rinishini, haqiqiy teatr tomoshasini ko'rgandek bo'ldim. Albatta. Rahmat. Xo'p, Charos keling, meni yonimga keling. Xo'p, mana shu sahnani kitobxon sifatida o'qiganimda ham to'qillanganman-da. Bilasiz, o'sha onani tuyasiga minib, shu sahroda bolasini ko'rib qolib, o'sha Manqurtga aylangan o'g'liga alla aytib bolasini bir xotiralarini eslaydi-da. Endi u bilasiz, o'sha terini kallasiga kiygizib, sochini teskari o'saydigan qilib azoblaydigan darajadagi bir Manqurtga aylantirib qo'yishadi-da. Asar yaxshi tanlangan va Charos ham uni chiroyli qilib ochib bergan. Juda chiroyli. Qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalmadim. Biz Chingiz Aytmatovning Asrga tatigulik romanini olib chiqdik. Men bunda o'zim sevgan Nayman ona rolini ijro etdim va men bundan juda ham xursand bo'ldim. Men hakamlarni o'zimga qaratdim va tomoshabinlarni qaratdim va ularni taassurot uyg'otdim, ularni yig'latdim. Men bundan juda ham xursandman. Haqiqatan ham yig'latdingiz. Hatto men juda ham yig'lamaslikka harakat qilaman doim. Meni lekin Chaman eplay olmadi, yig'lavordilar. Chamanga bir qarasam yig'layapti, hamma yig'lab tursin deb. Ko'nglim bo'sh chunki. Haqiqatan ham mana shu obrazga kirib olishingiz uchun qancha vaqt kerak bo'ldi? Vaqt ko'p kerak bo'ldi. Ko'p ishlash Ko'p kerak. Ko'p mashq qildik jamoamiz bilan. Bunda ustozlarimizga rahmat aytamiz. Bizni tuni kun yonimizda bo'ldi, bizni tayyorladi. Asarni to'liq o'qidingizmi yo'qmi? Ha, o'qidim. To'liq o'qidim va shu Nayman ona rolini olib chiqdim. Qoyil, zo'r. Xo'p, Azizbekni ham chaqiraylik, Azizbek ham Jo'lamon obrazini olib chiqish to'g'risi juda ham qiyin. Chunki Jo'lamonni harakatlari har tomonlamada. U ham nima deydi, sal aqldan ozganrog'ini ko'rsatib berish kerak, ham O'sha harakatlarni ham o'xshatyaptilar-da, Farhod aka. shunday. Haqiqiy Jo'lamonni ko'rgandek bo'ldim. Kinosini ko'rdingizmi? Kinoni ko'rgandek bo'ldim. O'sha harakatlar orqali ham holatni ochib beryaptilar-da. Kinosi bormi o'zi Farhod aka buni? Kinosi bor. Albatta bor. Kino ishlangan. Kino ishlangan. Kinosini ko'rdimi yoshlar? Endi ko'proq kitobga ko'proq urg'u berdik.
barcha jamoa nafaqat bu ikkalasi, balkim barcha jamoa bu kitobni o'qib, o'zizga singdirib, keyin hissiyotlarni mana bu sahnada ko'rib berdi. Azizbek qanchalik Jo'lamonni o'xshatish Qancha mashq qildingiz? qiyin bo'ldi? Qanchalik bir obraz qanday qabul qildingiz shu haqda taassurotlaringiz? Biz maktabda tayyorlanish vaqtida ko'pgina jamoalarni chiqishlarini ko'rdik. Teatr sohasida chiqishlarini ko'rdik. Lekin bizni chiqishimiz kitobga yaqinroq bo'lganligi uchun hakamlar hay'ati ham yaxshiroq baho qo'ydi. Bu Jo'lamon obrazi manqurt roli, aqldan ozga manqurt rolni ijro etishim kerak edi. Bunda hakamlarni o'zim iste'dodim bilan o'zimga qaratishim kerak edi. Albatta. Va mana shu uchun bor kuch g'ayratingizni, iste'dodingizni sarfladingiz, to'g'rimi? Bugun Jo'lamon obrazida yana bir talqin qilishimiz kerak bo'lgan jihat bor Shahnoz opa. Misol uchun Jo'lamonlar paydo bo'lib qolmasligiga harakat qilishimiz kerak edi. Albatta. To'g'rimi? Chunki asarda mayli o'sha voqelikni borligicha qabul qilsak boshqacha. Unga majoziy bir ma'no beradigan Ko'chma bo'lsak, ma'noda. ko'chma ma'no beradigan bo'lsak, bugun qaysidir kuchlarning ta'siriga tushib qolib Jo'lamonga aylanib qolish hech gap emas. To'g'rimi? Bugun o'quvchilarga mana shu narsani o'rgata olishimiz ham ularni ma'naviyatli qilib tarbiyalashimizda muhim o'rin tutadi. Albatta. Biz bu asar bejizga tanlamadik. Chunki hozirgi kunda har xil g'oyalar targ'ib etilyapti. Avvallari demak jismoniy kuchlar orqali Jo'lamonni manqurtga aylantirgan bo'lsa, hozirgi kunda yoshlarni zamonaviy manqurtga aylantirish juda ham oson bo'lib Shunday qolgan. ma'naviy qurol bilan. Ma'naviy qurol bilan tahdidlar bo'lyapti. O'quvchilar chunki hozir ko'pgina vaqtini kitobga emas, telefonlarga, har xil o'yinlarga sarflayotganligini ko'rganimiz uchun ham o'quvchilarga bir tarbiyaviy ahamiyatini ochib berish uchun harakat qildik. Rahmat. Demak, oxirgi savol Farhod aka, respublika bosqichiga boshqa asar tanlanadimi va shu qoladimi? Albatta biz o'tgan tanlovda biz qochoq rolini ijro etganmiz. Ya'ni ufqdan. Ufq romanidan qilganmiz. Bizga yana bitta rejalashtiryapmiz hali. Sira u. Sir bo'lib qolsin, chunki sababi jamoalar o'zlarining chiqishini ko'ryapti. Biz o'tgan yilgi o'rinlarni ko'rdik. 3 ta o'rin respublika bosqichiga chiqqan. Biz iloji boricha o'sha o'tgan yilgi o'rinlar olgan o'sha sahna ko'rinishlaridan chetroqda bo'lib, o'zimizga bir mos tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan sahna ko'rishini namoyish qilmoqchimiz. Respublika bosqichida. Rahmat. Demak, jamoaga, ma'rifatchilar jamoasiga muvaffaqiyat tilaymiz. Sahna asari mukammal chiqishi uchun 8 ta inson ham bir vaqtda o'zida harakat qilishi shart emasligini ko'rdik. 2 kishi bilan ham uddalab ketsa bo'lar ekan. Bu yerda asosiysi mahorat, asosiysi to'g'ri tanlov, birdamlik va ma'rifatchilarga omad tilaymiz. Biz omad tilaymiz, chunki aynan respublikamizda viloyatimiz sha'nini himoya qilasizlar. Biz ishonamiz. Kelajakda nasib biroz fursatlardan so'ng ehtimol albatta birinchi o'rinni olganingizda aynan yana mana shu sahnada sizlarni kutib qolamiz. Albatta. Rahmat Farhod aka, marhamat, kuzatib qo'yamiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Shahnoz opadan esa kun tilaklarini eshitamiz. Yaxshi bo'ladi. Bugungi yoshlarimizga, barcha yurtdoshlarimizga Ramazon oylari muborak bo'lsin. Barchalariga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, har doimgidek bahor gullarda ochilib yurishlarini tilab qolaman.